Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana bu qiziqarli bir shaklda boshlangan bo'lsa, ammo buni muhim bir tema. Hozir Nuriddin qarindoshimiz tarix nuqtasidan bir narsalarni tushuntirishga tirishyapti. Mana bu bizning Clubhouse ahliya so'zimiz vatdi, uxlab qolganni o'g'at qilib oldi, qasddan uxlaganni o'g'at qilib bo'lmaydi deb shu hadisni ko'ryapmiz hozir. Men endi bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining nima uchun mag'lub bo'lganini xalqaro munosabatlar nuqtasidan, ya'ni tarix nuqtasidan emas, xalqaro munosabatlar nuqtasidan men buning analizini qilib baqay. Birinchisi, Sharqiy Turkistonning jo'grafiyasi landlocked deymiz, quruqlik bilan qo'rshib dengizga ichilmagan bir jo'grafiya. Ondan keyin vaziyat, shu 1911-yildan 1944-45gacha bo'lgan vaziyatga dunyoning ahvoliga bir qarash kerak. Sharqiy Turkistonda davlat qurmoqchi bo'lgan davlatlar, misolga deylik, Angliya deylik, Angliyaning o'rnida nimasi yo'q-ku hamda plani. Ammo u yerda davlat qurmoqchi bo'lsa, birinchi taqshirgan narsa jo'grafiya. Bugunmi shu Sharq Turkistonning mustaqilligining oldidagi eng chong to'saq jo'grafiyamiz. Bu jo'grafiyamizni masalan Amerika bizni qo'llab askar kirdi. Neden kirdi? Qaysi jo'grafiyadan kirdi? Ya biz bir dengizga qo'chiq bo'lmasak, bu shu atrofimizda dengizga uchiq bo'lmadi degan gap xalqaro munosabatlarda siz boshqalarning o'pkisini ijara etib turib nafas olgan davlat degan gap. Shuning uchun dengizga uchiq bo'lmaslik bizning eng chong fojiaimizdan birisi. Unda bo'lganda siz quruqlikdagi cho'ng davlatlarning nimasiga qolasiz? Insofiga qolasiz. Endi Sovetlarning Sharqiy Turkistonni yutib olishi, masalan, ba'zilar deydi, Uyg'uriston degan bo'lsak, Sharqiy Turkistonni besib olishi mumkin deb. Sovetlarning bu yana besib olishi uchun bu yer qo'g'dig'ili bo'ladigan davlat bo'lishi kerak. Ya'ni qo'g'dig'ili bo'ladigan jo'grafiya bo'lishi kerak. Sharqiy Turkistonning jo'grafiyasiga qaranglar. Qumul turpan Xitoy bilan bo'lgan tarafi uchuq, shimoli tog', janubi tog', sharqida va g'arbida tog'. Uni o'tab teshib o'rtasida yana ikkiga bo'lib turgan yana bir tog', uning osti ustida o'ymonliq, mundaq bir jo'grafiya. Bu ya'ni agar Sovetlar deyli, misolga deyli, shu xiyollar bilan xalqaro munosabatlarning nazariyasidan qarasak, bu ya'ni besilish uchun bu yana qo'g'dig'ili bo'lishi kerak. Ammo bu jo'grafiyani qo'g'dig'ili bo'lmaydi. Chunki Xitoy tarafi ochiq, Sovet bilan bo'lgan chegirlangan taraf o'ljida nimadan o'tadigan yeri, qo'rg'asda o'tadigan yeri, Farg'ona vodiysiga tushadigan yeri. U yerda azroq tuzlanlik bo'lsa-mu, lekin Xitoy tarafi ochiq. Buni olgan taqdirda kelgusida Xitoy bilan bir urush chiqadi, qanday qo'g'daymiz degan o'ylashadi. Shuning uchun buni qo'g'dog'li bo'lmaydi, kelgusidagi logistik taslashib ketadi agarda bir urush chiqib qolsa. Shunga mening birinchi deydiganim Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqil bo'lishi uchun jo'grafiya nuqtasida aytganda, bu sharqimizdagi, g'arbimizdagi tog'larni sharqqa yo'tkash kerak. Ya'ni Sovetning bizni besib olishni orzu qilish uchun. Bu jo'grafiya nuqtasidan. Uningdan keyin Sovetning shu vaqtdagi Xitoy siyosatiga qarasak, qilgan ishiga qarasak, masalan, Mao Zedongni Changjiang daryosini to'xtatishi, bizning Manas daryosini to'xtatishi, Sovetning maqsadi Xitoyni bir qancha kanton rayonga bo'lgan shaklda o'ziga beqindi davlat qilib, balki yana bir sotsialistik jumhuriyatlar ittifoqi Yugoslaviyadek bir olg'a kelib, uni parcha ichida akilib o'ziga beqindi tutishni orzu qilganlik niyatini ko'ramiz. Ammo Mao Zedong bilan bizning Ahmadjon Qosimning farqi shu. Ahmadjon Qosimi Manas daryosining bo'yida buyrug'i binoan to'xtadi. Mao Zedong buyruqni anglamay daryodan o'tib ketdi va Gomindangni mag'lub qildi. Shuning bilan bu vaziyat shakllangandan keyin kommunistlar yangi hamda Sharq Turkistonni qanday qilamiz? Buni o'ylashga boshladi. Lekin boshqa Yevropa bilan bo'lgan boshqa berish elishlar, kelishimlar, bozorliklar bilan Sharq Turkistonning taqdiri setildi. Bu yerda Sovet qilib yiqinib qilish masala mushu. Men yozdim ya, Moskvani dadi tutib olib, uningga ibodat qilib olish masala. Amaliyotda hukumatning ichida bu yerda hozir ichishim kerakmi bilmayman. Mesela Ahmadjon Qosim efendim Sharq Turkiston hukumati qurilganda bormi o'ljida? Hukumatning ichida bormi? Yoki keyin so'qinib kirdimi? Ya'ni bu hukumatda Ilhom To'raning ta'sirining ojizlishi bilan o'rniga chiqarilgan odamlarning Sovetga bo'lgan sadoqatini yana bir tekshiring.
Yani bunu yaxshi bir tekshirish kerak. Jiq savollar bor-da, men hozir ochmay turay. Ya'ni agarda Turkiyaga qaraydigan bo'lsak, Turkiya kommunistlar yangi chiqqan vaqtida kommunistlarga qarshi tahdid ko'rgan. Ammo o'ziga gerekli besib kirganda Mustafa Kemal Atatürk g'arb bilan bo'lgan namunasini kesib, sovetlar bilan o'tib sovet tarafga, sovetdan qo'ral elib, hatto Ozarbayjon bilan bugungi Groziyani sovetga berib o'tib turib, ashning bedeliga qo'ral elib Greklarla urushgan. Ya'ni sap almashtirishni bilish kerak bir siyosatchi, siyosiy mansubiyati o'z xalqiga tabe bo'lgan bir siyosatchi sap almashtirishni bilish kerak. Mesela PKK'ga qaranglar. Burun Sovetning yordami bilan urushatdi. Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin Amerika tarafga o'tib ketdi hozir. Amerika o'g'dadisi PKK'ning. Mana bu şaxdan şaqqa atlashni bilish kerak. Bizdagi mag'lub bo'lishimizning sababi Sovetning bizni besib olishiga jo'g'rafiyalam yor vermaydi. Kelgusida Xitoy bilan chiqadigan ixtiloflarda zaten chiqdi u ixtilof, keyin 60-70-yillarga kelganda urushib ketgan qoldi. U jarayonda Sharq Turkiston ularga destek olduğu yoki Xitoy Sovetga qarshi bizni jihad deb qurollantirib, Sovetga bu G'arbiy Turkistondagi jumhuriyatlarni parchalash uchun Xitoy ishiltidigan narsa bo'lib qolamdi. Agar Sovet bizni besib olgan bo'lsa, Sovetga qarshi Xitoyga ko'zir bo'lamdi. Shuning uchun besib olmadimi degan nuqtani o'ylash kerak. Chunki jo'g'rafiya bunga yor bermaydi. Shunga bu Sovetning bu ishni boshlagandilar, xalqaro munosabatlar degan ilm shu vaqtda taraqqiy qilgan bo'lsa, analizchilar balkim Sovet hozir qo'llarida atugin sotildi degan hukmni chiqarib ola oladi. Shu jo'g'rafiya bilan dunyo vaziyati va Xitoy Rossiyaning kelgusini paraz qilsa, buni chiqarib oldi. Amdagi masala Mustafa Kemalning g'arbdagi tonishlarini tashlab sharqqa, Sovetga yiqilganligini biz qilolmadik. Hatta keyin chiqdi Amerikaning bu yerda Sovet bilan Xitoyning o'rtasida yana bir buffer zone deydi buni. Afg'oniston bir buffer zone, nima bir buffer zone Mongoliya. Yana bir buffer zone, ya'ni ikki davlatning o'rtasidagi bir taraf, ya'ni ikkisini bo'lib turgan. Bunda buffer zone chiqarish uchun Amerikaninki bizda Sharq Turkiston hatto musulmon islom kimligi bilan Sharq Turkiston islom jumhuriyati shaklidagi bir narsani chiqarish plani bo'lgan keyin. Ya'ni bizda agarda bu siyosatchilar bizning adamli bo'lgan bo'lsa, Mustafa Kemalning qilgandek Sovetni tashlab Amerika va Inglizga o'tish kerakdi. Hech bo'lmasa bir aloqa o'rnatishga tirishish kerakdi. Chunki mangulik do'st yo'q, mangulik dushman yo'q, mangulik manfaat bor. Agar inglizlar nimada Yoqubbek davrida o'rgan bo'lsa, bizni Xitoy qarz berib turgan bo'lsa, chansulasa davri kelgan vaqtida ingliz va amerikaliklar manfaati qanday bo'ladi bo'lib 49dan keyin kommunistlar ayadi yengandan keyin qadamlar Angliyaning 33-44 jarayonidagi materiallarga qaraydi, ammo 49dan keyin chunki vaziyat o'zgardi edi, u vaqtda do'st dushman yana o'zgardi. Bizning hozirgi masalamiz shu ashadagi odamlarimiz shunga intildimi? Yoki Moskvaga jiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni yaxshi, qo'shni a'lo deb tikan cho'nglar. Shunga jiroqdagilardan manfaat kutmay, yaqindagi chegaradan va ko'nglimizga eng yaqin bo'lgan qo'shnimiz Moskvaga shinayli degan kim u? Mag'lub bo'lishning sababi qaysi? Bu xalqaro munosabatlar nuqtasida bor, ya'ni tarixlama emas, boshqa nuqtalar emas. Hamda gaplar jiqdi. Ammo ishqib haqiqiy tarixni, haqiqiy narsni barliq hamma sohalarning metodi bilan bir analiz qilish lozim.